Assalomu alaykum, bizdan kuzatib turgan barchaga. Bugun 2026-yil 9-iyul sanasi, xudo xolasa payvandlarimizning natijalarini ko'rsatishni boshladik. Inshaalloh bu navimiz Arra 36. Bu navimiz qizil kishmish urug'siz nav hisoblanadi. Inshaalloh bu Amerika kishmish navi. Bu dunyoda o'zini o'rnini topa olgan, barmoq bilan sanoqli davlatlarda yetishtiriladigan uzum navi hisoblanadi. Bu uzum navimiz qizil urug'siz nav mavsumning o'rta kech vaqtida pishadi inshaalloh. Hosildorligi men o'ylaymanki juda yuqori, chunki даже bachkilaridan chiqqan joylariga ham hosil berib, nima qilib tashlayapti. Solib va juda ko'p mana bu shoxlaridan chiqqan hosillarni olib tashlashga majbur bo'ldim. Hozircha navni tasdiqlash uchun mana shu boshni ushlab turibman. Bu navimiz o'rtacha 20-22 briks shira to'plash imkoniyatiga ega deb bu navni chiqargan insonlar tomonidan belgilab qo'yilgan. Xudo xolasa endi bu yurtimizdagi, balkim bo'lishi mumkin O'rta Osiyodagi yangi bir nav. Xudo xolasa buni yillar davomida kuzatib, natijalarini ko'rib, obzor qilib, inshaalloh sizlarga buni ko'rsatib o'tamiz. Bu navimizning yana bitta ustunlik tarafi bu yomg'irga chidamli nav hisoblanadi. Inshaalloh saqlash uchun ham yaxshi deb ko'rsatilgan. Endi har qanday regionga qarab navni o'ziga yarasha plyus minuslari aniq bo'ladi. Xudo xolasa buni endi yil davomida kuzatib, ko'rib, keyin javoblarni sizlarga aytamiz. Inshaalloh mana navimiz uzunchoq, donlari mana shu holatda uzunchoq bo'lib turibdi. Mana bu yerni men oldindan kesib qo'yganman. Endi bizda operator yo'q, o'zim operator, o'zim boshlovchi. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatish uchun mana hozircha 100% kishmish. Mana shu holatda urug'i yo'q. Inshaalloh bu mavsum o'rtalarida pishishni boshlasa yana bitta obzor qilib ko'rsataman. Uzumimizni, payvandimizni mana shu umumiy holati. Buni men vazasimon qilib shakllantirganman mana shu holatda, chunki bu holatda novda yaxshi olsa bo'ladi. Bundan novda olish maqsadida shu holatda shakllantirilgan. Bu navimizni mana bu holatda shakllantirishimiz ko'proq va yaxshiroq sifatli novdalar berishiga yordam beradi. Mana shu holatda. Bu holatda mana shunday tarbiyalanadi va bachkilari mana bunday bitta barg qo'yib yulib tashlanadi. Shunda novda yuqoriga qarab tez va shiddat bilan o'sadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, pinniklarning orasi ham yaqin emas, juda ajoyib holatda o'sibdi. Bu vazasimon shaklda, lekin uzun meva olishga tavsiya qilmayman. Bu holatda meva olish uchun kesishni tavsiya qilmayman. Bundan faqat novda olish maqsadida foydalansa bo'ladi. Buni qanday shakllantiramiz deganlar uchun mana shularga hozir ko'rsataman. Mana shu yerdan payvand bo'lgan lider bir tomonga qarab sekinlik bilan yotqizilgan va chiqqan bachkilar mana shu holatda o'sgan. Liderni avval boshiga 1,5 metr o'stirib olinadi-yu, keyin sekinlik bilan payvandga ozor bermasdan bir tomonga yotqiziladi. Va mana shu holatda vazasimon shaklda sizlarga novdalar chiqarib beradi inshaalloh. Xudo xolasa bu Arra 36 navimiz juda bir ko'pchilikni qiziqtirib turibdi. Ko'pchilik so'raganligi sababli buni video qilishga qaror qildim. Inshaalloh pishdiki yana bir marta sizlarga video qilib ko'rsataman. Bir kommentariyani o'qib qoldimda, akamiz yozibdilarki, bu uzumlaring hammasi vinni uzum, bir tinga qimmat degan ma'noda yozibdilar. Aka, mana bu uzumlarni men sizga hozir ko'rsataman. Inshaalloh bir ko'rib baho bering. Yana bitta o'sha akamiz ko'rib turgan bo'lsalar bir savolim bor. Inshaalloh shu videoni ko'rsalar, menga iltimos o'zlari zo'r deb hisoblagan uzumni ko'rsatsinlar. Xudo xolasa mana shu holatda shu yilgi payvand, men o'ylaymanki bu yomon natija emas. Inshaalloh hosillarni ham ko'rsatamiz. Men
bitta yaxshi niyat qilishim mumkinki, sizlar uchun inshaalloh hammalaringizni bog'laringizda shunaqa uzumlar bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.